Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, studentlar, abituriyentlar, hurmatli fizika ixlosmandlari, hamma tinch, omonmi, salomatmisizlar? Qisqacha o'zimni tanishtirib o'taman. Yuqoridagi videoda Muhammad Ali Eshonqulov ustozimiz e'tirof etgan, o'sha ustoz menman. Jizzax viloyatida tug'ilganman. Maktab, litsey, bakalavr darajasini Jizzaxda bitirganmiz. Fizikadan magistr darajasini esa Samarqand shahrida Samarqand davlat universitetida bitirganmiz. Hozircha lekin PhD qilishga niyat yo'q. 3 yil litsey davomida Jizzax shahridagi eng kuchli fizika ustozlarimizdan biri bo'lgan Muhiddin Abilov ustozimizda ta'lim olib, respublika olimpiadalarigacha chiqqanmiz. Ustozimizga juda katta minnatdorchilik bildiraman, juda katta rahmat aytaman. Umrlari barakali bo'lsin. Fizikadan juda chuqur va juda sifatli ta'lim berib bizlarni o'qitganlar. 2014-yildan beri Jizzax shahrida fizikadan repetitorlik faoliyatini olib boramiz. Bu yildan faoliyatimiz Toshkent shahriga ko'chgan. Shu paytgacha 1,5 mingga yaqin abituriyentlarni oliy ta'limga o'qishga o'tishlariga sababchilardan biri bo'lib kelyapmiz. 2 yildan beri yuksalish maktabida ham ishlayman. O'tgan yili Jizzax shahridagi yuksalish maktabida ishlardim. Hozir bu yil Toshkent shahridagi yuksalish maktabida ishlayapmiz. Xo'p, kursimiz kimlar uchun? Eng birinchi o'rinda imtihonga 2 hafta vaqt qolayotgani uchun, ya'ni ruschada nemedlenniy deydi-ku, 11-sinf abituriyentlar uchun. Keyingi o'rinlarda 10-sinf abituriyentlar, keyingi yil imtihon topshiradiganlar, milliy sertifikatga tayyorlanayotgan abituriyentlar uchun, milliy sertifikatga, attestatsiyaga tayyorlanayotgan ustozlarimiz uchun. Xo'p, kursimizda nimalar olasiz? Qarang, yaxshilab tushunib oling. Kursimizdan siz nimalar olasiz? Imtihonda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan eng muhim nuqtalar va fizikaning eng qaymoqli joylari. Biz fizikani 100 ta dars qilib, bir boshdan onlayn dars o'tmaymiz. Unaqa o'tadigan ustozlar bor. Biz faqat eng kerak bo'lgan muhim joylarini sizlarga tushuntirib o'tamiz. Xo'p, 9 ta modulimiz bor. Qarang, birinchi modulni tushuntirib o'taman. Fizikani F harfini ham yoki birorta formulasini ham bilmaydigan har qanday inson 30 ta testdan 6 ta, 7 ta masalani to'g'ri ishlaydigan texnikasi bor, o'shani o'rgatamiz. Ya'ni agar fizikadan sal xabaringiz bo'ladigan bo'lsa, 10 tagacha ishlashingiz mumkin. Ya'ni ko'chadan birov o'tib ketyapti, "Bu yoqqa boringlar" deb mana shu usulni o'rgatib, oldiga keyin 30 ta testni tashlasangiz, o'sha inson men fizikadan xabari yo'q, 6 ta, 7 tagacha to'g'ri masalani ishlab bera oladi. Ikkinchisi, imtihonda eng katta muammo bilasiz, vaqt yetmay qolishi. Shogirdlarimiz imtihonga kirib ketadi, ko'p guvohi bo'lganmiz, tashqarida ota-onasi kutib qoladi. Chiqib kelaver deydi, chiqqandan keyin somsa olib beraman, shashlik olib beraman deydi. Keyin o'zi 3 soat, 3,5 soat imtihon bo'ladi. Chiqqandan keyin bu yerda ota-onasi kutyapti-ku. Bilasiz, kutgan odamda vaqt xuddi sekin o'tayotgandek tuyuladi. Yaratgan ota-onasini vaqtini sekinlashtirib qo'yib, imtihon ichida o'tirgan farzandini vaqtini tezlashtirib qo'ygan yo'q. Vaqt bir xil, bu nisbiy tushuncha. Hali buni ham yaxshilab mavzu qilib tushuntirib beramiz o'sha guruhimizda. Chiqqandan keyin minchaki qolib ketding, 5 soat o'tiribsanmi, yotib qoldingmi deydi. Bu yoqda farzandi imtihondan chiqqandan keyin vaqt yetmay qoldi ustoz deydi. Misol uchun 5 tasini belgi olmay qoldim, yoki bo'lmasam keyin oxirgilarni tavakkal urdim, vaqt yetmay qoldi deydi. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu nisbiylik nazariyasi. Keyin farzandi chiqqandan keyin, "Aya dada, somsa shashlik, qanaqa somsa shashlik? 5 soat bo'ldi kirib ketganiga, mollar och yotibdi uyda, tush oldimga" deydi, olib ketadi. Xo'p, qarang, demak bitta masalani 3 minut vaqt sarflamaysiz. 20-30 sekundda to'g'ri javobini chiqaradigan usul bor. Uni tushuntiramiz. Xo'sh, 3-punkt. Imtihon oxirida chiqmay qolgan misollaringizni tavakkal qilishingiz kerak, to'g'rimi? Misol uchun fizikadan 25 ta ishladingiz yoki 24 ta ishladingiz. 6 tasini ochiq tashib ketmaysiz-ku, hech kim unaqa qilmaydi. Hamma baribir tavakkal uradi. Qarayapsiz, shu vaqt tugayapti. 10 minut qolgan yoki yarim soat qolgan. Tavakkal urishingiz kerak-da, titlga belgilashingiz kerak. Nima qilasiz? Misol uchun bir xillar nima qiladi? Ko'ziga yaxshi ko'ringan B menga yoqyapti, B ni belgilaydi, S yoqyapti, S ni belgilaydi. Bitta ham chiqmaslik ehtimoli bor undan. Qayerdan bilasiz? Balki faqat xatolarini terib belgilayotgandirsiz. Misol uchun 5 ta tavakkal uryapti, bittasiga B, bittasiga A yoqqanini belgilayapti. To'g'ri, undan ham 2 ta chiqishi mumkin, 3 ta chiqishi mumkin, lekin umuman chiqmaslik ehtimoli ham juda katta bo'ladi. Endi o'sha tavakkal uradigan masalalaringizdan maksimal ko'proq chiqaradigan usul bor. O'sha usulni tushuntiramiz. Oxiri vaqt tugayapti. O'sha usul bo'yicha chiqmagan masalalaringizni matematikadir, fizikadir, farqi yo'q. Imtihonda o'tiribsiz yoki milliy sertifikatdasiz, boyagi 30 ta testni chiqmaganlarini, o'sha chiqmaganlarini tavakkal urishingizda maksimal ko'p chiqaradigan usul bor. O'shani o'rgatamiz. 3-punkt xuddi shunday. 4-si, imtihonda yana bir katta muammo, juda ko'pchilik qiynaydigan muammo, qo'rquv va hayajon. Bilasiz, imtihonga kirib chiqqanlar birinchi marta, ayniqsa birinchi marta imtihon topshirayotganlar bu narsaga ko'proq duch keladi. Xo'p, bu qo'rquv nima bo'ladi? Oddiy bilgan savollarni ham esdan chiqarib qo'yishingiz mumkin, o'shana qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, hayajon bo'ladigan bo'lsa. Shu paytgacha necha marta imtihonlarga kirib chiqqanmiz, 12 yildan beri o'sha abituriyentlarga, shogirdlarimizga imtihonda eng yaxshi, eng zo'r usullarini o'rgatganmiz va ular samara bergan. O'shalarni sizlarga o'rgatamiz. Ya'ni hayajon va qo'rquvni bosadigan
eng yaxshi, eng samarali usul va foydasini bergan usullarni tushuntiramiz. Ana aptekadan qanaqadir dori ichib kirish kerak ekan, u bo'lmagan gap hech qachon. U teskarisiga ishlab ketishi ham mumkin. Hayajonni bosadigan dori bor ekan. Yo'q, unaqa mumkin emas. Tabiiy texnika usullari bor uni. Uni tushuntiramiz. 5-punkt. Imtihonga kirganda nima qilish kerak va nima qilmaslik kerak, hammasini tushuntirilgan batafsil shablon beriladi, yo'l xaritasi beriladi. Ya'ni imtihoningiz bugun ertalab shunday uyqudan turganingizdan imtihonga kirib chiqqaningizgacha bo'lgan nimalar qilishingiz kerak, nimalarga e'tibor berishingiz kerak. Ana shularning hammasi ketma-ket tushuntiriladi video tarzida sizlarga. 6-si, elektr bo'limidagi juda ko'pchilikni qiynaydigan chizmalar bor, fizikani o'qib yurganlar buni juda yaxshi biladi. Elektr bo'limida kondensatorlar bor va qarshiliklar bor, chizmalar. Mana bu yerda uni rasmini ham keltirganmiz, qarang. Mana elektr qarshiliklar. Xo'p, tok mana bu yerdan kiryapti, mana bu yerdan chiqyapti, lekin bu yerda ishlamay qoladigan holatlari bor. Bular soddalashtirish kerak. Misol uchun mana qarang, gul bo'lib yotibdi. Bu juda oson. Mana bu o'rtasidan uziladi, mana past uziladi, tepa uziladi. Parallel ketma-ket qilib oson ishlab tashlaysiz. O'shanaqa usullari bor. Misol uchun bularni soddalashtirishga, bular qaysi biri birinchi ishlanadi, qaysi bilan qaysi parallel, qaysi bilan qaysi ketma-ket, ularni hammasini birinchi sodda holatga olib kelib olamiz. Mana kondensator chizmalari. Sodda holati qanaqa bo'ladi desangiz, mana bunaqa bo'ladi. O'sha qiyin chizmani mana shunaqa sodda holatga olib keladigan, ya'ni soddalashtirish usullari tushuntiriladi. Men misol uchun hamma o'tgan buni, fizika ustozlaringiz tushuntirgan. Ketma-ket oddiy qo'shasan, parallel bir taqsim qilib ishlaysan, buni hamma tushunadi. Fizikadan sal xabari borlar, buni o'qiganlar tushunadi. Lekin mana bunaqa chizma kelsa, uje qotadi. Nimaga? Bu chizma bundan ancha farqi bor, lekin bu chizmani shunday tasavvur qilib, shunday usullar bilan mana bunaqa holatga olib kelsak bo'ladi. O'sha narsalar o'rgatiladi, usullar. Ko'ryapsiz? Bu narsa asosan kondensator bilan qarshilik chizmalarida uchraydi. Keyin qarang, mana bunga e'tibor bering. Mana misol uchun ikkita qarshilik turibdi. Mana shu nima deb o'ylaysiz? Hozir ketma-ketmi, parallel ulangan mana shu. Nima deb o'ylaysiz? Parallel deysizmi? Yo'q, xato. Bu ketma-ket ulangan. Nega? Chunki bittasimda ikkalasi ketma-ket turibdi mana. Bittasimda davomida, mana shuni davomida bu tursa, bu ketma-ket deyiladi. Xohlagan mana bittasini olib qo'yaylik-da, qani parallel bu yerda. Mana bu yerdan tok aylanyapti. Ya'ni bundan o'tgan tok aylanib bundan ham o'tyapti-ku. Bu ketma-ket degani. Yoki misol uchun qarang. Mana buni sinab qo'yamiz mana. Buni sinab qo'yamiz. Farqi yo'q. Tok mana bunday keladi-da, mana bunday aylanib bundan chiqib ketyapti. Demak, bunaqa chizma kelib qolsa, bu ketma-ket ekan. Bu ketma-ket, xuddi parallelga o'xshab ketadi, to'g'rimi? Endi qarang. Qachon bu o'zi parallel bo'ladi? Nima bo'lsa, mana bu yerdan agar ikkita sim chiqsa, ana endi bu bemalol parallel 100%. Chunki tok mana bu yerdan kelib ikkiga bo'linadi, tepaga pastga bo'linadi, mana bu yerdan chiqib ketadi. Tushunyapsiz-a? Agar o'sha simimiz u yerdan kirib emas, mana bu yerdan bo'lsa-chi, mana bu yerdan kirib, mana bu yerdan chiqqan bo'lsa-chi, farqi yo'q. Boyagi bilan buni hech qanaqa farqi yo'q. Ikkalasi bir xil. Bunda ham ikkalasi parallel bo'ladi. Tushunyapsiz-a? Demak, chizma turaveradi. Tokni qayerdan kirib, qayerdan chiqayotganini masalani butkul o'zgartirib yuboradi. Endi qarang, agar elektr toki mana bu yerdan kirib, mana bu yerdan chiqsa-chi, nima bo'ladi? To'g'ri. Ishlamaydi mana bu. Nimaga? Tok keladi-da, tayyor toza yo'ldan, toza simdan ketib qoladi. Qarang-da, misol uchun siz hali pravangiz yo'q. Uydagi mashinani minib chiqdingiz, uydagilar bilmaydi. Kelyapsiz, ikkita yo'l bor. Mana bu yoqda qaradingiz, gay bor, mana bu yoqda toza yo'l bor. Ahmoq bo'lmasangiz, mana bundan yurmaysiz, to'g'rimi? Gay bor yo'ldan yurmaysiz, lekin elektr toki ahmoq emas, u mana bu yerdan yurmaydi, u toza simdan qochib ketib qoladi. Demak, ikkita qarshilik ham ishlamaydi-da, umumiy qarshilik 0 ga teng deyiladi. Ya'ni mana shunaqa usullar hammasi batafsil sizga o'sha kursimizda tushuntiriladi. Ana endi xo'p. 7-modulimiz bunda qiyin sxemali chizmalar. Boyaga aytganimiz qiyin sxemali chizmalar oson soddaga keltiriladi. Ya'ni tok qayerdan kirib, qayerdan chiqayotganini bilib oladigan holatga keltirasiz. Endi siz uni bemalol tushunib, parallel ketmay qilib javobini topib ketaverasiz. Men aytdim-ku boya mana bu yerda. Buni ishlash oson, ketma-ket qo'shib qo'yaman deysiz, parallel bir taqsim qilib ishlayman deysiz. Lekin mana bu yerda-chi. Mana bu yerda, mana bu yerda. Mana shu narsani boyagi osonga keltirish usullari, yo'llari hammasi tushuntiriladi. 8-si, siz onlayn yoki offlayn tayyorgarlikda baribir tushunmagan mavzularingiz bo'ladi. Misol uchun offlayn tayyorlanyapsiz, 8 oydan berindir, 5 oydan berindir yoki onlayn tayyorgarlik ko'ryapsiz. Onlayn dars o'tadiganlar ham anchagina. Lekin baribir qaysidir mavzularga uncha tushunmagansiz. Ustozingiz o'tib ketdi, bir marta o'tdi, tushunmadim dedingiz, yana bir marta o'tib berdi. Nima bo'ladi? O'shanaqa top 20 ta qiyin mavzular bor o'zi. Imtihonda eng ko'p tushadigan va o'quvchilar tushunishi sal qiyin bo'ladigan top 20 ta qiyin mavzu bor. O'shalarning hammasi sizlarga sodda
u kitobiy tilda emas, sizlar tushunadigan qilib sodda, jaydaricha va eng qizig'i animatsion qilib pro darajada tushuntiriladi. Ya'ni virtual laboratoriyalar, animatsiyalar orqali o'sha mavzuni mohiyatiga yetkaziladi, ichiga kirgizib boriladi. 8-punkt shu. 9. Yuqoridagi 8 ta punkt bo'yicha, ya'ni 8 ta modul bo'yicha yana qanaqadir sizda imtihon masalasi bo'yicha yoki fizika bo'yicha muammolar bo'ladi. Men to'liq 8 ta punktni o'tdim. Endi sizda men tushuntirmagan va men o'tmagan yana qanaqadir muammo bor, yoki qanaqadir mavzu bor yoki imtihondagi sizda muammo bor qanaqadir. O'shani Telegram lichka tashaladi, o'shanga yozsangiz, sizga audio yoki hammani muammosi umumiy bir xil ko'p bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hamma muammosi bir xil bo'ladigan bo'lsa, video shaklida qilib yana o'sha yopiq guruhga tashlanadi. Bemalol uni ko'ra olsangiz bo'ladi. Ana endi umumiy kursimiz 9 ta moduldan iborat. Kursimizning narxlari qanaqa bo'ladi? Bir marta 99 ming so'm to'lov qilinadi. U 4 oy, 5 oy turadi. Har oy 99 ming so'm emas. Bir marta shu yopiq guruhga qo'shilish uchun 99 ming so'm to'lov qilasiz. Bo'ldi, tamom, boshqa to'lov qilmaysiz. Yuqoridagi 9 ta modulga 99 ming so'm to'lov qilasiz. 9 ta modul endi har biri qarang 11 ming so'mdan tushyapti sizga. U 5 oy sizda qoladigan narsa 11 ming so'mdan. Xo'p, endi bu ma'lumotlar va darslar guruhda DTM imtihoni, misol uchun mana 2 hafta qolyapti imtihonga, o'shangacha ham turadi, o'chmaydi. Endi kuzgi attestatsiya kelyapti, ungacha ham o'chmaydi va milliy sertifikatlar, ya'ni sizni hamma imtihoningiz tugab bo'lguncha shu yopiq guruhda turadi shu narsalar. Misol uchun siz 2 hafta imtihonim bor deysiz mumkin. Undan keyin sizdan keyin misol uchun o'sha sizning telefoningizdan ukangiz, jiyaningiz, o'rtog'ingiz foydalanishi mumkin. Imkoniyat bor. Xohlagancha qayta-qayta tushunib olishingiz mumkin. 4 oy, 5 oy turadi. Ya'ni aytayapman-ki, hamma sertifikat, imtihon hammasi o'tib bo'lguncha o'chirmaymiz, turadi. Endi qarang-da, 99 mingni 5 oyga bo'lib ko'ring. Bir oyga 20 ming so'mdan ham tushmaydi-da. Tushunyapsizlar? Bir oyga 20 mingdan ham arzonga chiqyapti. Endi bu bir oyligi 20 mingga tushayotgan bo'lsa, siz 20 ni endi kunligini hisoblamoqchi bo'lsangiz 30 ga bo'ling. 20 ni 30 ga bo'lsangiz, bir kuniga 666 so'mdan tushadi. Ana sizga qanaqa qulaylik. Lekin bu yerda oladigan bilimlaringiz DTM imtihonida sizni grantga ilinishingiz balingiz, o'sha grantga ilinadigan balingizga juda katta yordam berishi mumkin. Milliy sertifikatda misol uchun A emas, A+ olishingizga yordam berishi mumkin. O'qituvchisiz, to'g'rimi? Misol uchun toifangiz ko'tarishda 70% ustamaga ilishingizda foyda berishi mumkin. Aytaylik, agar toifada 84 olib qoladigan bo'lsa, shunaqangi alam qiladi. Bitta to'g'ri chiqqanda nima bo'lardi? 86 bo'lardi, siz 70% ustama olardingiz. 2 yil davomida, 2 yilmi, 3 yilmi, hozir adashmasam 2 yil bo'lsa kerak. O'sha yetmay qoladigan ballni to'plashda juda yuqori samara berishi mumkin. Hozir biz yopiq guruhimizda tushuntiradigan narsalar. Endi qarang, yana sizga bitta qulaylik. Kursda o'qidingiz, menga bu ma'lumotlar va darslar foydasi bo'lmadi, menga ma'qul kelmadi, manfaati tegmadi desangiz, men Telegram lichkamni tashlayman yopiq guruhga. O'sha e'longa ham tashlab qo'yaman. Bemalol pulingiz 100% qaytarib beramiz. Agar menga yo'q, manfaatli bo'lmadi, men foyda olmadim bundan deydigan bo'lsangiz. Endi qarang, mana bu yerga yana bir to'xtalamiz. Misol uchun qarang. Xo'p, boyaga tavakkal uryapsiz-ku. Tavakkal urganlaringizda sizga aytdim, tavakkalingizdan maksimal ko'proq chiqaradigan usulni tushuntiramiz dedim yuqorida. Endi qarang. Misol uchun 6 ta masalangiz chiqmagan, 6 tani siz tavakkal uryapsiz, B, C, A xohlaganingiz belgilab tashlayapsiz. Aytaylik, bitta ham chiqmasligi mumkin. Endi biz o'rgatgan usul bo'yicha siz belgilaydigan bo'lsangiz, eng toshbaqa variantini aytaman, bitta chiqib bersin o'sha usul bo'yicha. Siz tavakkal belgilasangiz chiqmas edi, misol uchun. Biz o'rgatgan usul bo'yicha bitta chiqib berdi. Eng kam varianti, bo'lmasa ikkita chiqib berdi. Bitta chiqib berganda taqdirda ham qarang. Siz birinchi blok fizika bo'ladigan bo'lsa 3.1 ball, ikkinchi blok fizika bo'ladigan bo'lsa 2.1 ball beradi o'sha bitta to'g'ri javob. Siz 2.1 ball emas, o'sha 2.1 ballni oxiridagi 0.1 desetkasi ham hal qilib qo'yish mumkin. Mana o'zimizda bakalavrda o'qigan vaqtimizda birinchi o'rin kontrakt bo'lib qolgan kursdoshimiz 0.1 desetka bilan kontrakt bo'lib qolgan. Boshida rosa alam qiladi. O'zi shunday. Va bir 30-40 o'rinda kontrakt bo'lib qoladigan bo'lsangiz, xotirjam bo'lasiz, baribir yetmas ekanman, foydasi yo'q ekan deysiz. Lekin birinchi o'rin kontrakt bo'lib qolish yoki ustamaga ozgina yetmay qolish yoki A+ ga ozgina yetmay qolish, u rosa alam qiladigan holat. Shuning uchun o'sha kursdoshimiz boshida o'ylandi, o'qimasammi, keyingi yil yana tayyorlansammi deb oxiri yurdi, bari o'qidi, lekin rosa alam qilib, afsuslanib o'qidi. Shuning uchun bu imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. Endi qarang. 9 ta modul, eng muhim joyga keldik. 9 ta moduldan birinchi 3 tasi sizga omonat bo'ladi. Nima demoqchiman? Birinchi 3 tasiga bitta qaytib olaylik-da. Xo'p, ya'ni boyagidek
har qanday odam, umuman formulani bilmaydigan odam ham bitta usul bo'yicha 6 ta 7 ta ishlashi mumkin. Sal fizikani bilsa 10 ta ishlashi mumkin. Boyagi bitta masalaga 3 minut, 4 minut vaqt emas, 30 sekundda javobini chiqarib qo'yadigan usul bor va uchinchisi tavakkallaringizni maksimal to'g'ri chiqaradigan usul bor. O'sha uchalasi, pastdagilar emas, o'sha uchalasi sizga omonat bo'ladi. Nima demoqchiman? Siz misol uchun ustozsiz, offlayn shogirdlaringiz bor. O'sha shogirdlaringizga bemalol o'rgating. Hech kimga o'rgatmang demaymiz. Yoki abituriyentsiz, ularni 3 ta usulda o'rganib oldingiz. Yoningizdagi o'rtog'ingizga, abituriyentingizga mayli o'rgating, tushuntiring. Mayli unga rozimiz. Lekin siz uni nima qilmang deyapmiz? Ijtimoiy tarmoqqa chiqarib, misol uchun kimgadir o'rgatishingiz mumkin emas. Shu joyiga e'tiborli bo'lasiz. Ya'ni misol uchun internetga yuklab, mana shu usullarni tarqatish mumkin emas ijtimoiy tarmoqda. Bemalol offlaynda shogirdlaringizga, o'rtoqlaringizga, yon atrofingizdagilarga bemalol o'rgatsangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Shu narsaga e'tiborli bo'lasiz, shu narsa sizga omonat bo'ladi. Endi kursga qo'shilish uchun mana bu karta raqamini qoldiryapman. Akabayev Isomiddin o'zimning nomimda. Isomiddin Akabayev 7. Buni havolasini Telegramga ham tashlab qo'yaman, silkasini. O'shani bosib, bemalol to'lov qilib, skrinshotini menga yuborasiz. Men sizga yopiq guruhni havolasini yuborib qo'yaman, tashlab beraman. Hozircha shu. Onlayn kurslarda ko'rishguncha salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling. Hurmat bilan, Isomiddin Akabayev.